Qolaman shunaqa gaplar. Kamron bo'lsa, Sen hali ham ketmadingmi? Men bitta gapiraman. Onam kelmasa ham mana men shu yerdaman. Ota-oning qarshi bo'lsa, senimga qanaqa uylanmoqchisan? Samira uchun kerak bo'lsa, ota-onamga ham qarshi bo'laman. Hay, bolam. Ota-onani norizo qilib bo'lmaydi. Ular vaqti kelib meni albatta tushunishadi. O'g'lim, sen bilan gaplashib olishim kerak. Bolam, bizni ozgina kutib turing, xo'p? Xo'p, xola. Kamron, iltimos. Bolam, tinchlan. O'zi Samirani bunchalik tez uzatmoqchisan. Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi? Ochiqroq aytgin. Oyijon, siz xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Tinchlikmi? O'zi shunaqa bo'lishini xohlagandingizmi? Otam hayot bo'lganlarida ham xuddi shunday qilgan bo'lardilar. Unda bu ishing to'g'ri, bolam. Suhrob so'zida tursa, Samirani uzatib yuboramiz. Lekin Suhrobni onasi qarshilik qilyapti-ku. Garchi dugonam bo'lsa ham. Qanday bo'larkan? Yoshlarni yashatishga yo'l qo'yarmikan? So'z beryapti-yu, so'zda tursa kerak. Unda nima qilamiz? Fotiha qilamizmi? Suhrobni shu kelganini sovchilik o'rnida ko'rib, rozilik beramiz. Tinchlikmi? Nimani gaplashyapsizlar? Samirani uzatyapmiz aka. Kuyov zalda o'tiribdi. Tushunma, o'ngimmi? O'zingdan otamizga yasavopsanmi? Samirani taqdirini minutda hal qilyapsanmi? Sulton, bas qil. Samirani o'zi qani? To'yga rozimi? Bunisi bilan ishingiz bo'lmasin. Nega ishim bo'lmas ekan? Samira meni ham singlim. Samira singlingizligi esingizga tushib qoldimi aka? Ey, Bo'ldi, bas. Men hali o'lganim yo'q. Kiring. Kamron seni Suhrobga uzatib yubormoqchi. Seni o'tirishingni qara. Nima? Ular zalda o'tirib, seni taqdiringni hal qilishyapti. Senga baribirmi? So'z beraman. Qizingizni menga uzatsangiz pushaymon bo'lmaysiz. Samira dunyodagi eng baxtli ayol bo'ladi. Meni alohida uyim bor. To'yni o'sha yerda qilamiz. Gapim gap. Ota-onam ming qarshi bo'lsa ham bu to'y bo'ladi. Faqat Samirani menga berishga rozi bo'lsangiz bas. Otasidan keyin oilamizni boshi Kamron bo'lib qoldi. Kamron nima desa, shu. Yuding aka. Iltimos, yuding. Men roziman. Singlimni senga beraman.